Alo aya, sizni tabriklayman. So'xrob jo'ram kredit oldi. Siz unga kafil bo'ldingiz. Men hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q. Ertalab ukam kundaligiga qo'l qo'yib berdingiz-ku. Xo'sh, O'sha kundalik emas edi. Jo'ra, kredit to'lashga qiynalmayapsanmi? Yo'q. Biz qiynalyapmiz. Ayamni topgan oyligi seni krediting to'lashga ketyapti. Qachon to'laysan? To'layman, vahima qilmagin, oyligim tushmayapti-da. 6 oy tushmadim. Nima xohlaysan? Kredit to'lash kerak. Uf, to'layman. Qachon? Qachon to'laysan? Krediting qachon to'laysan? Krediting qachon to'laysan? To'layman dedim-ku, Elyor jo'ramiz Rossiyadan pul tashlayapti. Bankdan sirazi olib kreditni yopib boraman. Oyoq kiyimimni ber. Rossiyadan pul tashasa bankka borishing shart emas. Milliy pay ilovasi bor-ku. Rossiyadan turib to'g'ridan-to'g'ri krediting yopsa bo'ladi. Undan tashqari Uzcard, Humo, dollar bo'lsa Visa kartalariga pul tashlasang bo'ladi. Yangi funksiyalari qo'shilgan, kommunallaringni ham to'lasang bo'ladi. Eng asosiysi ishonchli 880 ming obunachisi bor. Qo'llab-quvvatlash xizmati 24/7 ishlaydi. Mabodo problema bo'lib qolsa. Serios, hozir bor Elyorga aytaman. Nima vaqtni aytmading? Qayerga ketdi? Sendan pul olgani ketdi. Sen Rossiyada ekansan-ku. Qachon to'laysan? Jonimga tep ketdi. Hech bo'lmasa shu bo'lmagani olib tur, beraman shu pulingni. Assalomu alaykum. Bankdan keldik. Kreditingizni to'lashingiz kerak. Mana kredit, boshqa qaytib kredit olmayman. Sen kuchuk ko'zimga ko'rinmagin. Siz kredit olmaysizmi?